Assalomu alaykum. Bugun iftorlik dasturxoniga og'izda qoladigan va ishtaha ochar bo'lgan jizzali non tayyorlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim kalimasini aytib, idishimizga unni solib olamiz. Unni elakdan o'tkazib olishimiz kerak. Unimiz 1,5 kilogramm. Unimizni ustidan 1 osh qoshiqni to'ldirmasdan silliroq qilib tuz solamiz va yaxshilab aralashtirib olamiz. 1 choy qoshiqda dro'jja solamiz, ya'ni quruq xamirturush. 3-4 osh qoshiqda o'simlik yog'i va 200-250 mg atrofida suvni quyib, xamir tayyorlab olamiz. Xamirimiz o'rta yumshoqlikda bo'ladi, juda ham qattiq tayyorlab yubormang. Siz hozir O'zbek Qaynona TV kanali bilan birgasiz. Bizni kuzatib turibsiz va bir dona like bosishni unutib qo'ymang. Yangi kelgan mehmonlar bo'lsa, albatta obuna tugmasini ham bosib qo'yasiz degan umiddaman. Oldindan barchangizga rahmatlar aytib qolaman. Xamirimizga yaxshigina ishlov berib olamiz. Keyin esa buni salafan paketga o'rab, issiqqina xona haroratiga qo'yib turamiz. 20-25 minut davomida xamirimiz anchagina oshib, ko'tarilib oladi. Bu orada biz nachinka tayyorlab olamiz. Idishimizga 2 dona piyozni mayda qilib to'g'rab, uni ustidan jizzani ham maydalab yuboramiz va tomat pastasi, tuz, koriandr, achchiqqina murch va achchiq qalampirlarni solib, barchasini birgalikda yaxshilab aralashtirib olamiz. Jizza bu dumba yog'ini kuydirilgani. Oradan 20 daqiqa vaqt o'tdi. Xamirimiz juda ham ko'tarilib, oshib ketish kerak emas. Xuddi shu holatda bo'lsa bo'ladi. Nonimiz achimtir bo'lib qolishi kerak emas. Endi xamirimizni ustiga ozgina yog'ini qo'yib, qo'limiz bilan xamirni xuddi shunaqa qilib to'rtburchak shakliga keltirib olamiz. Chetlarini yaxshilab yoyib chiqamiz. Xamirni ustiga oddiygina o'zimizni hidsiz o'simlik yog'ini xuddi shunaqa qilib surib yoyib olamiz. Yoyish jarayoni juda ham oson kechadi shunda. Jo'va yoki o'g'lo ishlatishni hojati yo'q. Endi ushbu xamirimizni ustidan oddiygina uy saryog'ini surib chiqamiz. Agar sizda uy saryog'i bo'lmasa, qaymoqdan foydalansangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasam o'zimizni magazin saryoqlaridan foydalansangiz ham bo'ladi. Sariyog' surtilgan xamirimizni ustiga tayyorlab olgan jizzali nachinkamizni xuddi shunaqa qilib yoyib olamiz. Xamirimizni eng oxirgi tarafidan 1-2 sm quruq holatda qolishi kerak. Nachinkani oxirigacha joylamaymiz. Endi xamirimizni xuddi shunaqa qilib rulet shaklida o'rab olamiz. Xamirimizni oxirgi qismidan quruq joyni qoldirganimiz uchun xamirimizni xuddi shunaqa qilib yopib chiqishimiz oson bo'ladi. Endi xamirimizni prujina qilib o'rab, 10 daqiqaga xona haroratida ustini yopib qoldiramiz. Jizzali nonimizni yasab olamiz. Xohlasangiz qo'lingiz yordamida ochib chiqishingiz mumkin yoki bo'lmasam juvada kengaytirib olsangiz bo'ladi. Ro'zg'orimizda unisi yo'q, bunisi yo'q demasdan oddiygina tayyorlab qo'ysangiz ham bo'ladi. Xuddi shunaqa qilib piyozni o'zidan ichiga ziravorlar solib, chiroyli qilib yog'larni surtab tayyorlasangiz ham juda ham mazali non bo'ladi. Nonimizni ustiga xuddi shunaqa vilka yoki bo'lmasam chakich bilan ishlov berib qo'yamiz. Endi nonimizni ustidan 1 dona tuxum sarig'ini qo'yib, xuddi shunaqa qilib barcha tarafiga yetkazib surtib olamiz.
Tayyor bo'lgan nonimizni duxovkaga yuboramiz. 250-300 gradusda pishib chiqadi. Albatta 30-35 minut davomida. Mana bizni jizzalik, judayam ishtaha ochar nonimiz tayyor bo'ldi. Barchangizga yoqimli ishtaha tilab qolaman. Albatta iftor dasturxoniga tayyorlab ko'rishingizni tavsiya etaman. Ushbu nonimiz judayam mazali, judayam qavatlari qat-qat bo'lib chiqqan va yumshoqqina bo'lib chiqadi va og'izda qoladigan. Tomat pastalari solganimiz uchun judayam ishtaha ochar bo'ladi. Bugungi retseptimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, kommentariy orqali fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Tutgan ro'zalaringizni mehribon Allohim o'z dargohida qabul aylasin. Barchangizga rahmat, sog' salomat bo'ling.